Oho, freelance, maza, uydan, divan ustida, kayf qilib, boss yo'q, ertalab turib ishga borish yo'q, xohlagan vaqt ishlaysiz, xohlagan vaqt dam olasiz. Maza, to'g'rimi? Lekin bu biroz realitidan uzoqroq. Tanganing ikki tomoni borday, freelansda ham o'ziga yarasha muammolar bor va aynan bugun shu haqida gaplashamiz. O'zi haqiqatdan ham freelans qanaqa va qanaqa muammolar bor. Men 2 yildan beri freelans bo'lib ishlab kelaman. Shu vaqt davomida hech qanday kompaniyaga bog'liq bo'lmasdan, o'zim independent ishlashni o'rgandim. Mijozlarni o'zim topaman va juda ko'p ishlarni o'zim qilaman. Menga freelansda ishlash ko'proq yoqadi, lekin freelans bu zo'r degani emas. Ko'p kishi freelansni qanaqadir romantika qilib tasvirlashadi, maza qilib uydan ishlaysan, ish zo'r bo'ladi, bu yoq, lekin ular sizga hamma narsani aytishmaydi. Shunaqa vaqtlar bo'lganki, men ish topolmaganman yoki qanaqadir freelans tashlab qaytib ishga o'tgim kelgan, Men даже Upworkda shu yil 2025-yil boshidan qaytib boshlagan bo'lsam ham, okey, ba'zan kerak menga shu bor kompaniyaga ishga kir, maza qilib ishlab yuravermaysanmi, kod yozib deyman. Va to'g'risi, agar sizga kod yozib maza qilib ishlab yurish yoqsa, shunchaki kod yozishdan boshqa hech qanaqa ish qilgisi kelmasa, project management ish top, marketing qil, mijoz bilan gapir, yoqmasa shunchaki kod yozib maza qilib yashab yurgisi kelsa, unda freelans sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Boring, Yandexga ishga kirib oling yoki qanaqadir shahringizdagi qanaqadir kompaniyaga ishga kirib oling, maza qilib ishlab yuring yoki qanaqadir onlayn ishlar ham bor. O'shalarga kirib oling, maza qilib ishlab yuring. Shunchaki freelans haqida unuting. Xo'p, keling shu 2 yil davomida yoki вообще umuman meni freelans karyeram davomida qanaqa muammolarga duch keldim. Ulardan eng birinchisi bu har doim mijozlarni qidirish. Bu kim nima desin, menda klientda o'zi keladi, boshqa bu havoyi gaplar. Mijozni topish eng birinchi muammo. Chunki siz qanaqadir proyekt topasiz, unda 4 oy ishladingiz, 1 yil ishladingiz yoki 1 oy ishladingiz, undan keyingina proyektni qidiraman deb o'ylaysiz. Lekin freelanslar nima qiladi? Proyekti bor, o'sha vaqtning o'zida proyektni qidiradi. Proyektni qidir, ularni top, Upworkga kir, pul yo'qot, boshqa muammolar juda ko'p. Yoki shunaqa vaqtlar bo'ladi, ishlab turibsiz, agar proyekt qidirmasangiz, zararli. Proyektingiz nimadir bo'lib tugab qoladi va siz shunchaki bir necha oy ishlamasligingiz mumkin. Va bu meni o'zimni boshimdan o'tgan holat. Birinchi muammo bu proyektni qidir, top, ishla, Mana shu proyekt qidirish eng birinchi muammo. Ikkinchi muammo bu faqat siz dasturchi bo'lsangiz, boshida aytib o'tganimdek, dasturchi bo'lib ishlamaysiz. Siz marketolog bo'lishingiz kerak, dizayner bo'lishingiz kerak, negotiator, mijozlar bilan gapiradigan, bidder, o'sha ishga topshiradigan va yana juda ko'p sohalar, menejer, hamma sohalar sizni boshingiz. Siz 50% ishlasangiz agar, 50% kod yozsangiz agar, 50% mana shu ishlarni qilasiz. Bu ikkinchi muammo. Uchinchi muammo bu har doim mijozlar bilan gapirish. Har doim mijozlar bilan nimadirni sporlashib, mijozlarga nimadirni tushuntirishingiz kerak. Ularning o'zining ideyasi bor, sizning ideyangiz bor yoki har doim nimadirni kelishishingiz kerak. Proyekt nimadir qanaqadir o'zgardi, ana endi narx ham o'zgaradi. Yana narxni gapirish kerak yoki mijozni olish uchun har doim qanaqadir yangi odam bilan gaplashish kerak. Bu har doim ham zo'r emas. To'g'ri, buni kimgadir bu plus, masalan, har doim yangi odamlar bilan ko'rishadi, lekin men buni ham minus tomoniga qo'ygan bo'lar edim. Birinchi, mijozlar bilan bo'ladigan muammo. Mijozlar sizga qanaqadir reallikka to'g'ri kelmaydigan deadline'lar qo'yishadi. Bir haftada men bu ishni tugatasan yoki shunchaki siz bilan to'g'ri gapirmaydi, proyektni tushuntirmaydi. Men bu proyektni bunday bo'ladi, bu yog'i bunday bo'ladi, Oxirida keyin sizdan juda ko'p narsani talab qilishadi va ba'zilari proyektni yarmida shunchaki yo'qolib ketadi va bu to'xtovsiz juda ko'p bo'ladigan narsa. Bu yoqda sizni tomoningizni, sizning tarafingizni oladigan menejer yo'q. Bu yoqda client management bu juda katta muammo. Shu uchun ba'zan shunchaki ishni tashlab ketgim keladi, shunchaki qaytib, okey, ketdik freelansni tashlab ishga ketdik degim keladi, lekin okey. 5-muammo work life balance. Yarim kechasi ham ishlashingiz mumkin, ish shunaqa davom edishi mumkin, yarim kechasida ham ishlaysiz yoki shunaqa mijozlar sizdan ko'p narsani kutadiki, agar biza endi O'zbekiston bilan Amerikani vaqti juda katta-ku.
amerikanlar aytadi, "Mani vaqtim bilan ishlaysan." Va o'sha vaqt siz yarim kechasi turib, Zoom call'larda o'tirishingiz kerak. Bu har doim bo'ladigan narsa. Именно men bilan, boshqa frilanserlar bilan. Work life balance juda ham yomon. Juda tez burn out bo'lib qolishingiz mumkin frilansda. Va bu yana bitta eng katta muammolardan bittasi. Burn out frilansda ishdan ko'ra tezroq bo'lishingiz mumkin. Oxirgi eng katta muammo imtiyozlar. Hech qanday imtiyoz yo'q. Pensiya yo'q. Hech qanaqa kasal bo'ldingizki paid sick days yo'q. Sizga hech kim to'lamaydi kasal bo'lganingiz uchun. O'sha kuni ishga chiqmasangiz agar yoki dam olishga ketyapsizmi, hech kim dam olishingiz uchun ham to'lamaydi. Siz o'zingiz bilan o'zingiz tamom yakka kompaniyada xuddi bir o'zingiz. Ishlamasangiz ish yo'q, hech kim sizga pul bermaydi. Bu ham bitta katta muammolardan biri. Lekin shularning hammasiga qaramasdan men baribir frilansni tanlagan bo'lar edim va frilansni tanladim ham. 2022-yil men to'liq frilansda ishladim va 2 yil ketdim. Full time ishda juda zo'r ishxonada ishladim. Xalqaro, yaxshi to'lashadi, hamma benefitlar bor. Va undan keyin yana 25-yil qaytib frilansga qaytdim. To'g'ri, ba'zan frilansdan ketgim keladi, full time ishda ishlagim keladi, lekin baribir men oxir oqibat frilansni tanlayman. Juda yomon taraflari ko'p frilansni, lekin shunga yarasha erkinlik bor baribir. Ishga o'xshagan emas, baribir erkinlik bor. To'g'ri, vaqtiga kimdir sizga pul to'lamasligi mumkin, ba'zan ishsiz qolib ketishingiz mumkin. Pensiyangiz uchun hech kim to'lamaydi, dam olishlaringiz uchun o'zingiz to'laysiz. Lekin eng muhimi hammasi o'zingizning qo'lingizda. To'g'ri, yarim kechasi ishlashingiz mumkin. Ishda 8 soat ishladingiz, siz free qolgan vaqt. Lekin frilansda siz 24 soat free. Xohlasangiz ishlaysiz, xohlasangiz ishlamaysiz. Qanaqadir summaga chiqdingiz, bo'ldi, men ishlamayman deyishingiz ham mumkin, sizni hech kim to'xtatmaydi va frilansda qancha pul topishingizni limiti yo'q. Va frilansda bu xuddi siz o'zingizning biznesingizga o'zingiz ishlayapsiz. Klientski baza ko'payib ketyapti, frilansdan keyinroq agentlikka chiqa olasiz yoki qanaqadir startapga ishlab turib frilans qila olasiz. Plyuslari juda ko'p. Men shu minuslarga qaramasdan frilansda bitta maslahat berardim. Tamom, boshqa hech nima kerak emas. O'zingizni sotishni o'rganing. Bo'ldi.